Chinni piyola biznesi ham kuniga $50 dan $100 qoladigan eng katta biznes bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak deganlarga, akalar, buning uchun mana katta ombor qurish kerak. Ombor qurishdan tashqari usta muammosi bo'ladi. Usta akalarimiz o'zi keladi, hamma yo'g'ini o'zi olib keladi va 0 dan 1 gacha, ya'ni o'zlarining 100% gacha sizlarga topshiradi. Ya'ni bu konteyner mahsulotini tom yopish, ya'ni devor bo'lmagan oldin devordan oldin ustunlari bilan qilishga va xarilarni qo'yishga, xohlasalar mana 13 metrga bez ustunsiz, uzog'i 25 metrgacha bez ustunsiz qilib berishadi. Uzunligi bo'lsa cheksiz ketaveradi. Xohlaganicha kilometrni qilib berishadi, xohlasalar. Va bu xizmatlarimiz O'zbekiston bo'yicha bo'ladi. Hozirgi kunda 1 kvadrat metri 140 mingdan boshlanyapti, 250 ming so'mgacha, ya'ni qalin yupqaligi va eniga qarab turib hisoblanadi. Ustida solnechniy panel turibdi. Hozir uni ko'rsatamiz. Akalar, solnechniy panelni ham eng uzunidan qo'yishgan, ya'ni tokni bepulga yana foydalanishyapti. Akalar, bunaqa biznes qilish uchun birinchi navbatda konteyner mahsulotchi akalarimizga telefon qilsalar, pastki raqamga o'zlari kelib, metrlarni hisoblab, kvadratini hisoblab, sizlarga summasini chiqarib berishadi. Va undan keyin qilganingiz keyin mana shu biznesingizni qilsangiz bo'ladi. Akalar, choyni piyola biznesda eng kamida $50 bo'lmasa $100 gacha topsangiz bo'ladi. Qaranglar, nihoyatda zo'r assortiment va nihoyatda zo'r biznes. Nimaga? Bu non yemaydi, suv so'ramaydi, hech nimasi qilmaydi. Bir chekkada turadi. Keyin to'ylar, sezonlar boshlanganda kuniga $50, $100 topib olasiz.